Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun matematikadan mavzular bo'yicha testlar to'plamidan vaqt to'plamida, ya'ni 96-2012-yillarda tushgan testlar bo'yicha birinchi mavzudan boshlab misollarni ishlashni boshlaymiz. Ya'ni natural va butun sonlar. Natural va butun sonlar. Butun sonlar. Natural son deb nimaga aytiladi? Natural son deb sanoqda ishlatiladigan sonlarga natural sonlar deyiladi. 1, 2, 3 va hokazo bu yoqqa ketaveradi cheksizlikka qarab. Bu natural son. Natural sonlar to'plami n ko'rinishida belgilanadi. Mana bu to'plam ko'rinishida yoziladi. Butun sonlar to'plami natural sonlar va ularga qarama-qarshi sonlar 0 bilan birgalikda butun sonlarni tashkil qiladi. Ya'ni minus cheksiz va hokazo minus 2 minus 1 0 1 2 va hokazo plus cheksizlikka qarab ketadi. Bu butun sonlar to'plami. Endi natural va butun sonlarning xossalari bor. Birinchi xossasi qandaydir a songa qo'shamiz minus b sonni, bu a minus b ko'rinishda bo'ladi. Ikkinchisi minus a, bu a ga teng bo'ladi. Uchinchisi demak a plus b plus c teng a plus b plus c, bu guruhlash formulasi. Yani to'rtinchisi minus a plus b minus c ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, minus har biriga ta'sir qiladi. Minus a minus b plus c ga teng bo'ladi. Beshinchi formulamiz a ko'paytirilgan minus b, bu teng minus a ko'paytiruv b, yoki bu ham teng minus a ko'paytiruv b ga. Oltinchi formula a ni b ga ko'paytirib keyin c ga ko'paytirganimiz, a ni ko'paytirib b c ga ko'paytirganimiz va b ni ko'paytiramiz a c ga. Mana shu xossalar yordamida misollar yechamiz. Birinchi misoldan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb birinchi misoldan boshlasak, ifoda qiymatini toping. 26 ko'paytiruv 25 minus 25 ko'paytiruv 24 plus 24 ko'paytirilgan 23 minus 23 ko'paytiruv 22 23 ko'paytiruv 22 minus 12 ko'paytirilgan 8. Bu misolda hisoblashda bizga kalkulyator ham kerak emas va cho'rnavik daftar ham kerak emas, varaq. Buni shunday hisoblaymiz. Mana bu ko'paytuvchi bilan bu ko'paytuvchiga qarasak, bir xil umumiy ko'paytuvchi bor 25. 25 ni qovusdan tashqari chiqarsak 26 minus 24 qoladi, plus bu ko'paytuvchi bilan mana bu ko'paytuvchida bir xil 23 bor. 23 ni qovusdan tashqari chiqarsak 24 minus 22 va 12 ni 8 ko'paysa bilamiz 96 ga teng. 25 ko'paytiruv 2 plus 23 ko'paytiruv 2 ayradamiz qovuschichini minus 96. Bu ikkalovida ham demak 2 bor, umumiy ko'paytuvchi qovusdan chiqaramiz. 25 plus 23 minus 96, bu barobar 2 ko'paytirilgan 48 minus 96. 2 ni 48 ko'paytirsak bu ham 96, 96 dan 96 ayirsak 0 degan javob bo'ladi. Bizning variantda Y javobda turibdi, bu 0 degan javob. Ikkinchi misol. Ikkinchi misolda 12 minus 6 bo'lingan 3 plus 2 ko'paytirilgan 4. Bu yerda matematikadagi barcha amallar qatnashyapti. Ko'paytirish, bo'lish, ayirish, qo'shish. Demak, matematika 4 ta amal bor, 4 ta amal ham qatnashyapti. Birinchi o'rinda bo'lish va ko'paytirish amalini bajaramiz. 12 minus 6 ni 3 ga bo'lsak 2 plus 2 ni 4 ga ko'paytirsak 8 barobar. Endi yo qo'shish yo ayirish farqi yo'q. 12 dan 2 ni ayirsak 10, 8 ni qo'shadigan bo'lsak 18.
Bizda bu C javobda turibdi. Uchinchi misol 18 ko'paytirilgan 36 minus 16 ko'paytirilgan 36 plus 24 ko'paytirilgan 27 24 ko'paytirilgan 27 minus 25 ko'paytirilgan 24 minus 21 ko'paytirilgan 5. Xuddi birinchi misoldagidek mana bu ikkitasida demak bir xil 36 turibdi. Umumiy ko'paytuvchi qovusdan tashqari chiqarsak 18 minus 2. Bu ikkalovida demak plus 24 turibdi. Qovusdan chiqarsak 27 minus 25 minus 21 da 5 ga ko'paytirsak 105. Demak 36 18 dan mana bu yerda adashib 16 18 16 ni ayirsak 2 24 ko'paytirilgan bu ham 2 minus 105 barobar 36 ga 2 ni ko'paytirsak 72 bo'ladi. 24 ga 2 ni ko'paytirsak 48 minus 105 72 ga 48 ni qo'shadigan bo'lsak 120 minus 100 demak 5 bu bo'ladi 15. Bizda 15 degan javob D javobda turibdi. To'rtinchi misol. To'rtinchi misolda 21 ko'paytirilgan 13 plus 24 ko'paytirilgan 13 plus 45 ko'paytirilgan 12 plus 25 ko'paytirilgan 44 minus 89 ko'paytirilgan 24 barobar. Xo'p, ana endi buni hisoblasak nima bo'ladi? Birinchi va ikkinchi ko'paytuvchida demak 13 turibdi. Qovusdan chiqaramiz 21 plus 24. Men bu uchinchi ko'paytuvchini o'zini yozib olaman. Plus 25 ko'paytiruv 44 minus 89 ko'paytiruv 24 barobar 13 ko'paytirilgan 24 ko'paytirsak 45 plus 45 ko'paytiruv 12 plus 25 ko'paytiruv 44 minus 89 ko'paytirilgan 24 barobar. Endi bu ikkita ko'paytuvchida 45 umumiy ko'paytuvchi qovusdan chiqaramiz. 13 ga qo'shamiz 12 ni plus 25 ko'paytiruv 44 minus 89 ko'paytirilgan 24 barobar 45 13 ga qo'shamiz 12 ni demak 25 plus 25 ko'paytirilgan 44 minus 89 ko'paytiruv 24. Bu ikkalovida demak necha bor? 25. 25 da umumiy ko'paytuvchi qovusdan tashqari chiqarsa 45 plus 44 minus 89 ko'paytiruv 24. 25 ko'paytirilgan 89 minus 89 ko'paytiruv 24. Ikkalovidan ham 89 ni qovusdan olib chiqadigan bo'lsak 25 minus 24 bu bo'ladi 89 ga. Mana shunday ko'rinishda oson ishlasak bo'ladi. Bu C javobda turibdi. Demak, bu 5-misolga keldik. 5-misolda ifodaning qiymatini toping. Ya'ni 15 minus 9 bo'lingan 3 plus 4 ko'paytiruv 3. Bu ham yuqoridagi misolga o'xshash. 15 minus demak 9 3 ga bo'lsak 3, 4 3 ga ko'paytirsak 12, 15 dan 3 ni ayirsak 12 plus 12. Bu barobar bo'ladi 24. Bu A javobda turibdi. 6-misolimiz. Demak, 6-misolda 18 minus 12 bo'lib 2 plus 5 ko'paytiruv 3. Bu ham 18 minus 12 ni 2 ga bo'lsak, demak 6, 5 ga 3 15. 18 dan 6 ni ayiradigan bo'lsak 12 plus 15 bu 27 degan javob bo'ladi. Demak 27 degan javob I javobda turibdi. Keyingi misolimiz 7-misol. 7-misolda hisoblang deyilgan 21 ko'paytiruv 17 minus 18 ko'paytiruv 17 plus 17 ko'paytiruv 15 minus 15 ko'paytiruv 14 plus 18 ko'paytiruv 13
minus oxirgi ko'paytma 15 ko'paytirib 13 barobar. Bu yerda yozadigan bo'lsak, bu ikkala demak 17 ni umumiy ko'paytiruvchi qilib chiqaramiz. 21 dan ayiramiz 18 da plus bu ikkalovidan 15 ni umumiy ko'paytiruvchi qilib chiqaramiz. 17 dan ayiramiz 14 ni plus bu ikkitasidan demak nimani chiqaramiz? 13 ni chiqaramiz. 18 minus 15 bo'ladi. Barobar 17 ko'paytirilgan 3, 15 ko'paytirilgan 3, 13 ko'paytirilgan 3. Hammasidan 3 ni qovusdan olib chiqaramiz. 17 plus 15 plus 13. Demak 17 ga 13 ni qulay usulda qo'shsak bu 30 bo'ladi, 45. 3 ko'paytiruv 45 bo'ladi. Bu 3 kare 5 15, 12 13, ya'ni 135 ga teng ekan. 7-misolda 135 bu B javobda turibdi. 8-misol. 8-misolda ham hisoblang deyilgan. 36 ko'paytiruv 24 minus 33 ko'paytiruv 24 plus 17 ko'paytiruv 11 minus 14 ko'paytiruv 11 plus 18 ko'paytiruv 16 minus 15 ko'paytirilgan 16. Demak, birinchi ikkita ko'paytiruvchidan 24 ni chiqarib olsak, 36 minus 33, bu ikkitasidan plus 11 ni chiqarib olsak 17 minus 14, bu ikkitasidan 16 ni chiqaradigan bo'lsak 18 minus 15 bo'ladi. Barobar 24 ko'paytiruv 3, 11 ko'paytiruv 3, 16 ko'paytiruv 3. Hammasidan 3 ni chiqaradigan bo'lsak, olib chiqsak qovusdan 24, 11, 16. Qulay usulda qo'shamiz buni ham. 24 ga 16 ni qo'shadigan bo'lsak 40, 11 ni qo'shadigan bo'lsak 51 bo'ladi. Va bu 155 degan javob bo'ladi. Bu bizda variantda B javobda turibdi. 9-misol 27 ko'paytiruv 23 minus 24 ko'paytirilgan 23 plus 21 ko'paytiruv 19 minus 18 ko'paytiruv 19 plus 17 ko'paytirilgan 11 minus 14 ko'paytiruv 11. Demak, birinchi ikkita ko'paytmadan demak 23 ni chiqaradigan bo'lsak, qovusdan olib chiqsak 27 minus 24. Bu ikkitasidan plus 19 ni qovusdan olib chiqadigan bo'lsak 21 minus 18 plus bu ikkitasidan 11 ni olib chiqadigan bo'lsak 17 minus 14 bo'ladi. 23 ko'paytiruv 3, 19 ko'paytiruv 3, 11 ko'paytiruv 3 bo'ladi. Hammasidan 3 ni qovusdan olib chiqadigan bo'lsam 23 plus 19 plus 11. 19 ga 11 ni qo'shadigan bo'lsa 30, 30 ga 23 ni qo'shadigan bo'lsa 53. 3 ko'paytiruv 53 bu bo'ladi 159. 9-misolda 159 degan variant B variantda turibdi. Endi 10-misolga keldik. 10-misolda 27048 ko'paytirilgan 27044 minus 27047 ko'paytirilgan 27043. Kalkulyatorsiz yoki tagma-tag uni ko'paytirsak juda ham ko'p ish bo'lib ketadi. Shuning uchun ozroq mulohaza yuritamiz bu yerda. Nima qilamiz? 27048 ko'paytirilgan 27043 plus 1 deb olaman. Birinchi ko'paytiruvchini, ikkinchi ko'paytiruvchini 27048 minus 1 27043 bo'ladi. Buni ham qovusni ochib yuborsam 27048 ko'paytirilgan 27043 plus 27048 qoladi. 1 ga ko'paytirsam plus xo'p. Demak bu qo'shuv o'rta ayruv ekan. Bu yerda ham ayruv bo'ladi. 27048 ko'paytirilgan 27043 bo'ladi minus mana bu ikkita minus plus bo'ladidan 27043 bo'ladi.
Bu bilan bu bir xil o'rta minus. Demak, ayrilib 0 beradi. 27048 plus 27043 qoldi. Endi qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 11 9 0 14 54091 degan javob D javobda turibdi. 11-misol. 11-misolda nima deyilgan? 45815 ko'paytirilgan 45818 minus 45814 ko'paytirilgan 45816 barobar. Bunda ham yozamiz. 45818. Demak, 45000 mana buni 45000 ni o'zini yozib oladigan bo'lsak, bu yerda bunday yozamiz. 45814 plus 1 ko'paytirilgan 45818 minus 45814 keyingi ko'paytmani ko'paytuvchini 45818 minus 2 deb bo'ladi. Buni qovusni ochaman yana. 45814 ko'paytirilgan 45818 plus yana 45818 minus 45814 ko'paytirilgan 45818 plus bo'ladi. Ikkita minus 45814 ga 2 ni ko'paytirib yuboraman. 2 kere 4 8, 2 kere 1 2, 2 kere 8 16, 2 kere 5 11 yodda bilan 11, 2 kere 4 8, 1 yodda bilan 9 bo'ladi barobar. Bu bilan bu bir xil bo'ladi. Qoladi 45818 plus 91628. Bu 8 8 qo'shsak 16, 3 1 yodda bilan 4, 8 6 14, 5 ga 1 6, 1 yodda bilan 7, 4 ga 9 13. 137446. Bu bo'ladi A javobda turibdi bizda. Keyingi, demak 12-misolimiz, 12-misolimiz nima deyapti? 139 ko'paytiruv 15 plus 18 ko'paytirilgan 139 plus 15 ko'paytirilgan 261 plus 18 ko'paytirilgan 261 barobar. Mana bu ikkitasida bir xil 139 bor. Umumiy ko'paytuvchi qovusdan olib chiqamiz. 15 plus 18 hammasi plus bu yerda. Plus mana bu ikkitasida demak 261 bor. Qovusdan olib chiqsak 15 ko'paytiruv plus 18 bu bo'ladi. 139 ko'paytiruv 33 plus 261 ko'paytiruv 33 barobar. 33 ni chiqaradigan bo'lsa 139 plus 261 bu bo'ladi 33 ko'paytirilgan 400. Demak 2 ta 0 oxirida 4 kere 3 12, 12 13. 13200 degan bu A javobda turibdi. Endi 13-misol. 13-misolda 6 ni deydi. Berilgan songa ko'paytirganda hosil bo'lgan son 44. 44. Ko'rinishda bo'lsa berilgan son quyidagilardan qaysi biri ko'rinishda bo'lishi mumkin? A variantda 24 oldinda 3 ta nuqta. Endi nima qilamiz bu yerda? Ko'paytirib chiqamiz. 6 kere 4 24, 6 kere 4 24, 2 yodam bilan 26. Ya'ni 64 chiqib qoladi. Demak bu hozir 6 kere 24 26 noto'g'ri ekan, bu javob emas. Ha, 44 ni demak 6 ga bo'ladigan bo'lsak 14 ichida 2 tadan 2 qoladi. 12 ni ichida demak bu noto'g'ri chiqib qoldi. Endi keyingi variantni ko'radigan bo'lsak 19. Keyingisi 79. Shunday songa ko'paytirishim kerakki 6 ni.
oxirgi ikkita raqami 44 chiqib qolishi kerak. 6 kere 4 mana bunda ajoyib. 6 kere 4 24, 6 kere 2 12 14. Demak, bu javob bo'lar ekan. Keyingisi 15-misol. 14-misol. 14-misol nima deyapti? 3680 va 5080 sonlarni ayni bir songa bo'lganda birinchisida bo'linma 32 ga chiqyapti. Bo'lsa ikkinchisida nechaga teng bo'ladi? Yani 3680 ni biror songa bo'lganda bo'linma 32 ga teng chiqyapti mana. Buni x ga bo'lganda 32 ga teng chiqyapti. Demak, bu yerda x topadigan bo'lsak 3680 ni bo'lishim kerak 32 ga. 36-da bittadan 32, 48 ichida bittadan 32. Demak, bu 6, 160 ichida 5 tadan 115 ekan. Ayni shu 5080 ni 115 ga bo'lamiz. Necha bo'ladi bu yerda? 4 tadan 4 kere 5 20, 4 kere 1 4 6, 4 kere 1 4. Demak, 8 4 0. 480 ni 115 ga bo'lsak necha bo'ladi? da bittadan 32 4 48 48 ichida yana bittadan 32 demak 6 1 160 ichida 5 kerak 0 to'g'ri 508 ni 4 kere 5 20, 4 kere 1 4, 2 bilan 6, 4 kere 1 4. Demek 480. Bunun içinde yana 4. 4 tadan. 5. Mana bu 5060 ekan. 5080 misolda 5060. Demak, bu yerda 6 bilan yana 4 tadan, demak 44 degan javob bu A javobda turibdi. Ana endi 15-misol. 50 dan kichik tub sonlar nechta? O'zi tub sonlar nimaga aytiladi? O'ziga va faqat birga bo'linadigan sonlar tub sonlar deyiladi. Birdan tashqari bir tub son emas. Birda tub emas, murakkab emas deb qabul qilingan, birdan boshqa. Demak, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 ta bo'ladi. Demak, nechta bo'ldi bu yerda? 3 ta, 6 ta, 9 ta, 10 ta, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ta degan, demak, B javobda turibdi bu. 16-misol. 16-misolda n raqamining qanday qiymatlarida 50 plus n soni eng kam tub ko'paytiruvchilarga bo'linadi? Javoblar berilgan. Demak, birinchi A javobda 3, B javobda 5, C javobda 3 va 9, D javobda 1 va 9, Y javobda 9 turibdi. Demak, birinchi 3 ta olib qo'ysam bu 53. Eng kam tub ko'paytiruvchilarga ajraladi. 53 o'zi tub son. Shuning uchun ham bitta tub ko'paytiruvchiga 5 qo'yadigan 55, 5 bilan 11 bo'ladi, 2 ta bo'ladi. Demak, ko'pga kiryapti bu. Bittadan ko'p. 3 C javobda 3 ta qo'yadigan bo'lsak bitta, 9 ni qo'yadigan bo'lsak 59 bitta. Bu javob bizga to'g'ri keladi. Aynan C javob to'g'ri keladi. 17-misol. 48 sonining barcha natural bo'luvchilar yig'indisini toping. 48 son barcha natural bo'luvchilari 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 va 48. Mana shu yig'indisini topish kerak. 6, 10, 16, 24, 26, 36, 42, 52, 56, 66, 76, 116, 124.
4 degan javob bo'ladi. Bu D javobda. Kimda agar mana shunday dars o'tishim xohlaydiganlar bo'lsa, kommentariyaga yozamiz. Onlayn darslar boshlaganmiz. Onlayn darslarni Telegram orqali bemalol gaplashib olsak bo'ladi.